Kim kim gapirayotganini bilmayman Sevdam opa. Yo'q, Beagle Life'da yonib Bek turadi-ku. Muhammad, Bek Muhammad gapirdi. Asalom. Ha, rahmat. Qaysi o'qitadi? Ovozini o'chirib tashlanglar, boshqarasi. Ovozini o'chirib tashlanglar. Yodgor xafa bo'lib ketdilar. Ayting. Bezu qildilar, oldilarida odam keldi. Meni o'ylari keldimi? Qarang, Alloh taolo shunaqa ko'p shoira qizlarimizda o'g'il bolalarimiz ovozi juda shirali, ma'noli. Qarang, Allohim har insonga har xil jihat, har xil xarakter, har xil nima berar ekanda. Shoirlarga qachon da вообще класс. Bu o'chiruvdim-da. Aylanibdi-ku. Oxirgacha yaqinlaringizni Allohga omonat qilishni unutmang, do'stlar. Oxlab uyg'onmaslik bor yoki uyg'onib topolmaslik ham bor. Alloh panohida bo'linglar barchalaring. Alloh panohida bo'linglar. Tugadi. Bo'ldimi? Alloh